Assalomu alaykum aziz musiqa shinavandalari. Sizlar bilan ko'rishib turganimdan bag'oyat xursandman. Bugungi ikkinchi darsimiz cholg'uvimizning o'tirish, ya'ni postanovka holatini, ya'ni qanday ijro etishlari haqida bugun sizlarga ma'lumot berib boraman hamda o'rganamiz. Birinchi darsimizda sizlar bilan aytib o'tganimdek, ushbu cholg'uvimizni qismlari haqida hozir yana ijro etishdan oldin, cholg'uvni o'tirish holatidan qanday o'tirish, postanovkadan oldin biroz eslatib o'taman. Ya'ni eslab olamiz. Bizni tinglab borayotgan musiqa shinavandalari sizlardan bir iltimos qilib qolardim. Iloji bo'lsa, daftar ruchka olsanglar, ma'lum bir aytib o'tgan qismlarini o'zingiz uchun yozib borsangiz, yanada maqsadga muvofiq bo'ladi, esingizda qolish uchun. Bu cholg'uvni qismlarini yana bir eslatib, kosaxonasi, pardasi, 5 ta tor bor, ya'ni 3 ta notaga sozlanadi. Ya'ni birinchi juft la, ikkinchi juft mi, uchinchi toq la notasi yoki o'sha eslatib o'tganimdek o'zbek milliy musiqa kunlarimizni chalganimizda si notasiga sozlasak maqsadga muvofiq bo'ladi. Ya'ni bu qismi aytganimdek baliq terisi, baliq parda, harrak, ilgiklari, ya'ni dasta qismi, bosh qismi, bosh qismida yana qaysi joylari joylashgan? Albatta, quloqlari joylashgan. Bu cholg'uvimizning o'sha aytib o'tganimizdek, ya'ni eslatma sifatida 19 ta pardasi bor. Siz ko'rib turgan cholg'uvda 19 tadan sal ko'proq bo'lganiga siz e'tibor bermang. Sababi har bir sozandaning o'zini yanada imkoniyati ko'proq bo'lish maqsadida qo'shimcha sozgar ustalar bilan kelishib, maslahatlashib qo'shimcha pardalar qo'ydirgan. Cholg'uvni o'rganish birinchi qiladigan vazifamiz, aziz o'quvchilar. Cholg'u ikki xil yo'nalishda bo'ladi. Qo'limdagi cholg'u buyurtma asosida yasalgan cholg'u hisoblanadi. U qanday bo'ladi deysizmi? O'sha ustalar bilan maxsus birgalikda maslahatlashib, har bitta millimetr kerak bo'lsa har bitta joyini katta kichikligiga qarab buyurtma asosida yasalgan cholg'u hisoblanadi qo'limdagi. Buni boshqa endi o'rganuvchi oddiyroq cholg'ular bilan bu buyurtma asosida yasalgan cholg'uni farqi, buyurtma yasalgan cholg'uda ko'proq mana e'tibor bergan bo'lsak, quloqlari temirdan maxsus yasalgan chiroyli, mana ustalarimizning o'zlarini ijodlaridan maxsus mana naqshlar bilan ko'rib turganingizdek chiroyli, ya'ni mana bu yerga qo'yilgan sadaflari, ya'ni chig'anoqlar deydimi, mana sadaflar chiroyli qilib qo'yilgan bo'yalishlari alohida o'rin tutadi. Oddiygina yasalgan cholg'u u boshqacha bo'ladi. Uni farqli o'laroq bundan quloqlari taxtadan bo'ladi. Mana bunday chiroyli siz ko'rib turgan sadaflar bo'lmaydi, oddiygina bir xil rangda bo'ladi. Hozirgi siz ko'rib turgan mana professional cholg'uning shu yerdagi pardasi bu baliq teridan bo'lsa, u sal qalinroq baliq teridan bo'lishi. Bu yupqa siz ko'rib turgandek jarangdor chiqish uchun o'sha konsertlarda, tomoshalarda ijro etilayotganda ovozi yanada chiroyli chiqish uchun yupqa baliq terisidan bu cholg'umizga qoplangan. Endi sizlar bilan bugungi darsimizda, ya'ni ikkinchi darsimizda aziz o'quvchilar, ushbu cholg'umizni oilalari haqida, o'tirish holatlari haqida ozgina ma'lumot berib, sizlarga o'rgatib boraman. Birgalikda o'rganamiz. Bu cholg'u nomi o'sha aytib o'tgan afg'on rubobi, ya'ni sizlar yanada ko'proq ko'proq ko'rgan musiqa maktablarida, juda ham ko'p joylarda ko'rgan Qashqar rubobi bor. Shu cholg'uni oilasiga kiradi. Undan Qashqar rubobidan yanada kichkinarog'i Qashqar rubobiga o'xshaydi, lekin sozlanishlari, simlari jihatdan sal tubdan sal farq qiladigan joy rubob prima bor, o'shalarni ko'rgansiz. Bu cholg'umizni Qashqar rubobidan ijro etish imkoniyatlari, ya'ni ijro etishi farqli o'laroq, Qashqar rubobida siz ko'rgan o'sha Qashqar rubobida turib ijro etsa, bu cholg'uda afg'on rubobi, ya'ni oiladosh cholg'u bo'lmish prima ruboblarida o'tirib ijro etiladi. O'tirib ijro etishning qonun qoidalari bor. Qonun qoidalari nimalardan iborat?
o'tiradigan stulimizda 1/3 qismini olib olamiz. Ya'ni 1/3 qismini bo'lib olamiz. O'tirish jarayonida bo'lib olamiz. Agar siz stulga to'liq holatda o'tirsangiz, ijro etayotgan paytda o'tirgan tinglovchilarga siz kerakli ovozlarni, kerakli davrada bo'layotgan kerakli ovozlarni, kerakli kuylarni yetkazib berishingiz qiyin bo'ladi. Eshitilish jihatdan, ko'rinish jihatdan anchagina farq bo'ladi. Agar o'sha men aytib o'tgandek, siz bugungi darsimizda o'rganayotgan postanovka, ya'ni o'tirish holatiga juda ham qattiq e'tibor bersangiz, 1/3 qismiga o'tirsangiz, ya'ni-da shu tinglovchilarga yanada asarlarni maroqli ravishda tinglashiga sababchi bo'lib qolasiz. Ya'ni o'tirishimiz 1/3 qismiga o'tirganingizda chap oyog'ingiz qo'yganingizda biroz oldiroqqa chiqadi. Ya'ni bu oyog'ingizni ustiga, ya'ni son deb nomlaymiz, ustiga tizzani yonidan o'ng oyog'ingizni ko'tarib sekin qo'yib olasiz. Qo'yganda ham o'ng oyog'ingizni o'rnashtirayotgan payti siz to'g'ri o'rnashtirishingiz kerak. Sababi oyoq agar o'ng oyog'ingizni tizza qismi pastga bo'lib mana shunday holatda bo'lsa, oyog'ingiz uyushib qolishi mumkin. Oyog'ingiz keyin qo'yganingizdan keyin oyog'ingizda qon to'xtab, sal uyushib qolishi mumkin. O'shaning uchun shunga e'tibor beramiz. Har bir narsani qonun qoidasida qilgandek, chap oyog'imiz ustiga qo'yganimizda oyog'imizni sal o'ng oyog'imizni tizzasini sal balandroq ko'taramiz. Sababi qonlarimiz aylanishi, ya'ni hech qanday sog'lig'imizga zarar bo'lmasligi uchun buni oldini olamiz. Endi o'tirish holati yelkangizni, ya'ni gavdangizni pastga bukmagan holda yuqori ko'tarib, sizni ko'rib turgan tomoshabinlar yoki do'stlaringiz yoki ota-onalarimiz ko'rib turganda chiroyli o'tirishimiz uchun o'sha postanovkada o'tirishimiz kerak. Mana ko'rib oldingiz. O'rganuvchi bo'lgan yosh musiqa shaydolari uchun, musiqaga qiziqqan insonlar uchun o'tirish holatiga juda katta e'tibor berishni tavsiya qilib qolaman. Albatta sog'lik uchun ham foydali. O'tirishni ko'rgan bo'lsangiz, o'ng oyog'imizni ko'tarib oldik, kosa qismini, orqa tarafini tekkizib qo'yamiz. Ya'ni orqa tarafi bizni qorin qismimizga tegib turish kerak. Tekkanda yuqoriga bundoq qarash kerak emas, ham pastga qarash kerak emas. Faqat shu sizga aytib o'tganimdek oldi qismi, kosa qismi, ya'ni baliq terisi, baliq pardasi tomoshabin tarafga qarab chiroyli holatda turish maqsadga muvofiqdir. Ya'ni shu holatda qo'yamiz. Gavdangizni pastga juda ham egmagan holatda mana shu burchagini yuqori qismingiz bilan sal qisib olasiz, sal ustidan bosasiz. Shunda o'ng qo'lingizni kosani ustiga qo'yganingizda cholg'u mana shu holatda turishi kerak. Agar bu qo'lingiz sal bo'shroq qilib boshqa joyda yoki pastdan qo'yadigan bo'lsak, cholg'uimiz pastga qarab tushib ketadi. Bu juda ham xato. Ya'ni yuqoriga ko'tarib olib mana shunday ijro etish ham bu bizning cholg'uimizni o'rganishda postanovka holatida juda ham noto'g'ri hisoblanadi. Ya'ni sizlarga yana bir bor eslatib o'taman. Chap oyog'imizni ustiga ko'ring, chiroyli holatda. Mana chap oyog'im bu tarafga qaragan, o'ng tarafga qaragan yo'q, chap tarafga qaragan yo'q. To'g'ri holatda chiroyli qo'yilgan, o'ng oyog'im uni ustidan qo'yilgan. Cholg'uimizni qorin qismimizga qo'yamiz. O'ng qo'limizni cholg'uning kosa qismida oxirroq shaklida mana ko'rib turganingizdek mana shu harrakning ustidan qo'yamiz. Qo'yganingizda shu narsaga juda ham e'tibor beringki, qo'limizning mana shu kistimizning bizga ishlashi juda ham muhim. Nima sababdan? Biz qo'limizni, o'ng qo'limizning harrakning ustidan qo'yganimizda kistimiz juda ham keragidan ortiq orqaga agar orqaga qaratib mana shunday bukilgan holatda bo'lsa, qo'limiz uyushib qolib, qo'limiz mana shu joylari og'rib, salomatligimizga ta'sir qilishi mumkin. Shunga juda ham katta e'tibor berasizlar. Ya'ni
kosa xonasini qorin qismimizga qo'yamiz. O'ng qo'limizni xarrak ustidan, sizlarga aytib o'tganman, xarrak ustidan qo'yamiz. Ya'ni qo'yganimizda ko'proq e'tibor bering, o'ng qo'l qismimizda kistimizga 6 barmog'imizda taxminan olishimiz shart. Uzoqroq qo'yishimiz. Sababi qo'limizning yumshoqroq, mana go'shtli deymizmi, yumshoqroq joyga qo'ysak, qo'limizda qon o'tish tizimlari, ya'ni sog'ligimizga zarar bo'lmaydi shunda. Qo'limizni qo'yganimizda ko'p endi o'rganuvchi yosh sozandalarimiz yoki musiqa shinavandalari, musiqaga endi kirib kelayotgan yosh ukalarimiz ko'proq shunga e'tibor berishmaydi. Qo'llarini orqaga juda ham keragidan ortiq darajada bukib olishadi. Bu noto'g'ri deb bilaman. Shunga e'tibor bering. Endi sizlar bilan o'ng qo'limizda bizga shu cholg'uni ijro etishda, ya'ni tinglovchilarimizga tomoshalarda yanada zavq-shavq berish uchun bizga eng katta yordam beradigan bu moslamamiz mediator deb nomlanadi. Mediator, noxun yoki xalq tili, o'zimizni ustozlarimiz tilida aytganda ibanetdan yasaladigan moslama. Ibanet bu ibanet daraxti, bu o'sha daraxtdan maxsus bu bizni siz aziz tinglovchilarimizga asarlarni chiroyli yetkazib berish uchun shu moslama bilan ijro etiladi. Endi sizda savol bo'lishi mumkin. Bu moslamadan boshqa yana bu cholg'uda ijro etish imkoniyati mavjudmi? Albatta mavjud. Bu bizda pitsikata deb nomlanadi, ya'ni barmoqlarimiz orasida ijro etishimiz mumkin. Barmoqlarimiz bilan yuqoriga pastga asarlarimizning ma'lum bir joylarda ijro etamiz. To'liq emas, ma'lum bir joyda barmoqlarimizdan foydalanib pitsikata darajasida ijro etishimiz mumkin. Sizlar bilan o'ng qo'lda shu yana bir bor eslatib o'taman, mediator yoki noxun deb nomlanadi. Buni ushlash tartibi o'ng qo'limizning ko'rsatish barmog'imizdan jimjilog'imizgacha bo'lgan masofani bir-biriga yaqinlashtirib olamiz. Sekin astalikda, mana ko'rib turganingizdek, sekin astalikda orqaga chiroyli shaklda qaytaramiz, bukib olamiz. Qaytarganda, mana bu sizga aytib o'tgan nomi nima edi buni? Albatta to'g'ri topdingiz. Buni nomi noxun. Noxunni birinchi ko'rsatish barmog'imizni ustiga qo'yamiz. Ya'ni shunda uni ushlab turish uchun bizga qaysi barmog'imiz kerak bo'ladi? Bosh barmog'imiz keladi. To'ppa-to'g'ri bosh barmog'imiz bizga yordam beradi. Ya'ni mana shunday holatda sizga mana tashqari tarafdan ko'rsatdim, ichkari tarafdan mana ko'rishingiz mumkin. Endi albatta bu noxunning ushlash qonun qoidalari bor albatta. Endi qarang, barmoqlarimizni orqaga qaytarganimizda noxunni boshqa tarafga ushlab bo'lmaydi, ko'cha taraf, ichkari tarafga ham ushlab, bir xil chiroylida o'zingizga qaraganda, o'zingizga noxun qarab turgan shaklda bo'lish kerak. Albatta. Bu ijro dasturidagi asarlarimizga ijroga juda ham katta ahamiyat beradi. Noxunning ushlashi. Aziz tinglovchilar, endi chap qo'limizga o'tamiz. Har bir qo'limiz ushbu milliy cholg'umizda ijro payti juda ham katta o'rin kasb etadi. Sababi har bitta barmoqlarimiz kerakli vazifani bajaradi. Hozir chap qo'limizga o'tsak, sizlarga birinchi darsimizda ta'kidlab o'tganimdek, bu qaysi qismi edi? Dasta qismi. To'ppa-to'g'ri dasta qismi. Chap qo'limizni o'ng qo'limiz kabi to'rtala barmoqlar ishlashi uchun, dastani ushlashimiz uchun bosh barmoq bilan birinchi ko'rsatkich barmog'imizning o'rtasida dastani ushlaymiz. Ushlash holatiga e'tibor bering. O'rtasida. Bosh barmog'imizni ustida ham emas, oldida ham emas. Mana shu bosh barmog'imiz bilan
ko'rsatkich barmog'imizni o'rtasida dastani ushlab olamiz. Ya'ni bu joyda ushlashimizdan maqsad turli davlatlari judayam texnika deb ataladi, asarlari tez, mohirona ijro etiladigan asarlari bo'lishi mumkin. Sekin, og'ir ijro etiladigan asarlar bo'lishi mumkin. Ana o'shanda bizga xalaqit bermasligi uchun o'sha mohirligimizni, eng kuchli sozandaligimizni ifoda etish uchun, yordam berish uchun mana shu bosh barmog'imiz bilan ko'rsatkich barmog'imiz o'rtasida turishi shart. Chunki xalaqit bermasligi. Agar biz bitta ko'rsatkich barmoqni tepadan qo'yib olsak, bunaqa ijro etish ham to'g'ri kelmaydi, bunaqa ham to'g'ri kelmaydi, boshqacha ham to'g'ri. Faqatgina shu ikkala barmog'imizni o'rtasida ushlashimiz maqsadga muvofiqdir. Ijro etish qanday bo'ladi? Ijro etish shu aytganimdek, cholg'imizning kosaxonasini qorin qismimizga qo'yamiz. Boya aytib o'tganim, o'ng qo'limizni harrakni ustidan qo'yamiz. Chap qo'limizni aytganimizdek ikki barmoq orasi, ya'ni asosiy bosh barmog'imiz, keyin ko'rsatkich barmog'imiz orasiga qo'yamiz. Bu taraf sizga aytib o'tganimdek, qaysi qismi edi? Bosh qismi. To'ppa-to'g'ri bosh qismini yelkamiz tengligi bilan qo'yishimiz maqsadga muvofiqdir. Sababi pastga tushib ketmasligi kerak. Aziz tinglovchilar, qaranglar, pastga tushib ketsa qay holatda xunuk, juda ham yoqimsiz, yuqoriga ko'tarib ham yoqimsiz, ham xunuk, ham ijro etayotganda bizga xalaqit beradi. Agar shu men aytgandek postanovkada chiroyli o'tirsak, bu bosh qismini yelkamizga tekis qilib qo'ysak, mana shunday chiroyli postanovkaga holatga yetib kelamiz. Sozgar ustalarimiz tomonidan ma'lum bir yillar davomida juda ham qiyinchilik bilan yasalganligi sababli buni ehtiyot qilishimiz kerak. Bu sozlar ehtiyot qilishimiz uchun sovuq joylarda yoki juda ham harorati baland issiq joylarda saqlamaslikni tavsiya etaman. Sababi sovuq joylarda saqlamasligi sababi sizlarga bir necha bor qayta etgan mana shu baliq terisi, baliq pardasi o'z kuchini yo'qotib cho'kib qoladi. Ya'ni sovuqda juda ham bardosh bera olmaydi. Pastga cho'kib qolganda biz ijro etadigan asarlarimiz juda ham yoqimsiz, quloqqa yoqmaydigan darajada tovushlar hosil bo'lib chiqadi. O'shaning uchun cholg'uni juda ham ehtiyot qilib, agar iloji bo'lsa bir yuqoriroq joyga kichkintoy bolajonlarimiz uni tushirib yorib, sindirib qo'ymasliklari uchun yuqori joy, hech kim yosh bolalarimiz olib tushirib yora olmaydigan joyga, yuqoriroq joyga qo'yib ehtiyot qilganimiz maqsadga muvofiq. Cholg'uyimizni sozlanish haqida alohida aytib o'taman. Sozlanish qay darajada bo'ladi? Sozlanish sizga aytib o'tganimdek postanovka holatida chiroyli o'tirib olamiz. La notasiga sozlashimiz uchun ikkala juft torini bir xil la notaga sozlashimiz shart. Chunki agar pastdagi siz mana ko'rib turgan la notasi, lasimi boshqa notaga sozlanib, mana shu juft torni yonida turgan, yonma-yon turgan ikkinchi la notasini boshqa notaga sozlab qo'ysak, mana bunday yoqimsiz ovoz chiqaradi. Eshitdingizmi aziz musiqa shinavandalari? Endi o'rganishni xohlagan yoki endi san'at yo'liga kirib kelgan o'quvchilar, sizlarga tavsiyam aslo bunday sozlamaymiz. Bitta sizlarga sozlash tartibi. Ikki juft sim turganni eng tagidagi, ya'ni pastda turgan la notasini sozlab olamiz la notasiga. Ikkinchisini shu pastdagi sozlagan la notasiga bir xil qilib eshitish quloqimiz orqali, ya'ni suluh deb aytiladi musiqa tilida, suluh, eshitish qobiliyatimiz orqali bir xil qilib sozlaymiz. Ya'ni sekin, hech kimga xalaqit bermagan holatda, ya'ni mana bunday holatda emas. Baland ovozda sozlash tavsiya etilmaydi. Sekin, past ovozda, musiqa tilida piano deb aytiladi. Keyingi darslarimizda albatta bu shartli belgilar haqida sizlarga aytib o'taman.
piano sozlash kerak. Endi o'rtadagi juft mi torini sozlash uchun pastdagi birinchi juft la torini dagi mi notasini bosib olamiz. Albatta sizlar bilan cholg'uni qayerda qaysi nota joylashganini keyingi darslarda to'liq ma'lumot berib o'taman. Hozircha sizlarga sozlash uchun mi notasini bosib, eshitib olib, keyin mi notasini sozlayman. Ikki juft mini pastki, ya'ni mi notasini avval sozlab olamiz. Undan so'ng birinchi juft la notasini sozlagan kabi ikkinchi mi notasini birinchi mi notasiga bir xil qilib sozlab olamiz. Bir xil qilib sozlash uchun bizga nima kerak bo'ladi? To'ppa-to'g'ri topdingiz. Suluh kerak bo'ladi. Eshitish qobiliyatimiz juda o'ta yuqori darajada bo'lishi kerak. Azizlar, ikkinchi juft mi simini ham sozlab oldik. Endi eng oson, qulay bo'lgan uchinchi yakka bum simini sozlab olamiz. La notasiga. O'zbek milliy kuylarimizni ijro etganimizda ushbu bum la simi si notasiga sozlanadi. Yanada qo'shimcha ma'lumot berib o'tishim uchun pastdagi ko'rib turgan juft la torlarimiz 0,8-0,7 millimetr oralig'ida bo'lishi kerak. Ikkinchi juft mi notasi 0,9 yoki 1 razmer oralig'ida bo'lishi kerak. Ya'ni uchinchi yakka bum 1,2 millimetr oralig'ida razmerda bo'lishi kerak. Simlarimizni, millimetrlarni sizlarga aytib o'tdim. Sozlashlarni o'rgatdim. O'rganib oldikmi, aziz o'quvchilar? Sizlar bilan bugungi ikkinchi darsimizni tugatamiz. Ya'ni keyingi kelasi keyingi darslarimizda yanada endi sekin astalik bilan sizlar bilan yanada ko'proq ma'lumotlar berib boraman. Xayr, sog' bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling. Keyingi darslarda ko'rishguncha.